Assalomu alaykum, assalomu alaykum akalar. Biz Qoraxoniylarda poytaxtidamiz. Qayerdamiz? Kommentariyaga yozinglarchi. Va bu yerga nima olib keldik? Xonda o'zlari zakasiga narsalarni olib keldik. Mana xonlar uchun, xonliklar uchun saroylarga eshiklar keldi, darvoza keldi deydi-yu, unda taqillatasizlar, malikalarga qo'yib berasizlar. Mo, nozikkina ruchkalardan ushlaydida ochadi, yopadi. Mana kim keldi ali glazok bor o'rchasiga aytganda. Kim kelganini ko'rishchi mana, ochib yopaveradi. Ablisovishni g'ish, chugunli eshik, stiklanli eshik, qozon, granit, kafel, kaminli pech, oddiy pechga kimga kerak bo'lsa, to'mirlarni shunday aloqaga chiqariblar akalar. Biz hozir bu qaysi shaharda turganimizni bir qator ko'rsatamiz. Qo'llaring do'stlar, men qarang mana. Biz O'zgan shahridamiz. Kimga shunaqa eshiklar kerak bo'lsa va har xil usulda kerak bo'lsa, O'shdan dastlabki ham qo'yib yuboramiz O'zgan shahriga.